Koinot Kavsari olami sanatoriysiga xush kelibsiz. Hozir sizni imkoniyatlarimiz bilan tanishtiraman. Sanatoriyning birinchi qavatida giyohli vanna, serovodorod, oltin gugurtli xona va ketrovaya bochka, ozish uchun mo'ljallangan protseduralarimiz xonalari bo'lib, har tomonlama sog'lomlashtirib, teringizni yoshartirishga xizmat qiladi. Sanatoriyning ikkinchi qavatida esa parafin muolajasi, massaj va hijoma xonalari bo'lib, bu tanangizni ichidan sog'lomlashtirib, shamollashlarni oldini olib, organizmingiz tozalanishiga yordam beradi. 250 kishiga mo'ljallangan oshxonamizda esa parhezli taomlar va maxsus retseptlarga asosan tayyorlangan non va xamirli ovqatlar sizga muntazir. Sanatoriyimizning ikkinchi qavatidagi dam olish zalida esa siz o'zingizga yangi do'stlar va dugonalar orttirishingiz va maza qilib suhbat qurishingiz mumkin. Lyuks apartamentlarimizda esa siz oilaviy kelib, farzandlaringiz bilan ham dam olib, ham davolanib ketishingiz mumkin. Shuningdek, 200 kishilik zalimizda Koinot Kavsari olami sanatoriyasida dam olish bilan birgalikda siz o'quv dasturlari, master-klasslar va konferensiyalarni bemalol o'tkazsangiz bo'ladi. Sizni Koinot Kavsari olami sanatoriyasida kutamiz.